Xo'sh, devorimiz penoblokdan fasad tomonini penoplex bilan o'tib qilingan-da. Xo'sh, bunga radiator o'rnata olmaymiz. Radiator o'rnatishligimiz uchun xo'sh, mana buni ustidan radiatorning razmerini nolini olib biz yog'och qoqqanmiz. Mana bunaqa 12 sm ga 10 diametrli nima anker, temir anker. Xo'sh, keyin radiatorimiz ustida endi mustahkam turadi. Xo'sh, yana bunga nimalarga e'tibor berish kerak? Bu yerga gipsokarton obshipka bo'ladi-da. Setka bilan, suvoq bilanmi, kley bilanmi, nima bilandir gipsokartonni penopleksga qotiriladi. O'shani hisobini tashlab ketiladi radiatorga. Misol 1,5 gipsokarton rastori bilan o'shalarni hammasini hisobini olib o'lchamda tashmashligimiz kerak. Ozgina bo'lsa ham maslahatlarimiz foyda beradigan bo'lsa xursandmiz.